13-mart sanasida ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatayotgan obunachilarimiz, xudo xohlasa mana panida ekilgan gilos ko'chatlarimizni haydayapmiz. Zo'r. Ko'p do'stlar. Baklar tim qora, navo realtiga yo'q. Xudo xohlasa bu gilosimizdan noyabr oyiga ko'chat tayyor bo'ladi. Mana saylarni chopyapmiz. Baklarda kasallik yo'q. Xudo xohlasa yaxshi o'sishlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa yangiliklar ko'p. Ana shu o'g'ri ham bo'lib qolibdi, ishlaganlari, gullaganlari realtiyaga. Nomerlarimiz 88lik 957 27 nomerdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa jami ko'chatlardan bor. YouTube kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosishdan chiqmasin. Xudo xohlasa yangilardan har kuni tashlab boramiz. Farg'onalik bog'bonga bitta like bosib berasizlar. Mana panidagi giloslarimiz. Limonlarni keyinchalik olib tashlaymiz. Unda gilos bog'lar barpo qilamiz. 13-mart holatda. Xudo xohlasa bular gullagan, bitta ikkita mevasi ham bor. Uni tashlab boramiz. Mana bu tomonda ham bor. Bu tomonda o'sishlari zo'r. Sog' bo'lasizlar. Videoga bitta like bosishdan chiqmasin, podpiska qo'yinglar.